Real City'ni ham tushirib oldik. Hamma kutgandi shekilli. Abduqodir Husanov Madridning Real klubiga qarshi o'ynaydi. Endi Realchilar nima qilishar ekan? Yaxshi tomoni bor, misol uchun aytaman. Real mabodo yutqazib qo'ysa ham vatandoshimiz uchun muxlislik qilgan deyishlar mumkin. Real yutadigan bo'lsa, tabiiyki o'zlarining jamoalari. Lekin baribir alam qiladigan holat. Odam nima qilishni bilmaydigan holat. Ikkalasi ham shu kerakli o'yinlarda, muhim uchrashuvlarda ochkolarni sochishdi va mana hozir shuni badalini to'lashyapti. Bir-biri bilan o'tish o'yinida o'ynashadi. Xabaringiz bor, bir necha kun oldin UEFA Chempionlar Ligasining play-off bosqichiga qur'a tashlandi. Unga ko'ra bu bosqichda Josep Guardiola boshchiligidagi shaharliklar Qirollik klubi bilan to'qnash keladi. Mazkur ikki klub o'rtasidagi to'qnashuvning o'tkaziladigan sanalari ma'lum bo'ldi. 11-fevral Manchester City va Real Madrid, 18-fevral Real Madrid Manchester City. Ikki uchrashuv ham mahalliy vaqt bilan tungi soat 1 da start oladi. Shu bahs bilan birga play-offning qolgan barcha to'qnashuvlari ham 11 va 18-fevral kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Qur'a natijasidan so'ng barcha juftliklar bilan tanishib chiqishingiz mumkin.